Assalomu alaykum o'g'illar, tinchmisizlar? Charchamaysiz bilan boqyapsiz namzodlarni. Mana endi hozir vitamin kerak. Kaptallarga mana ozmi ko'p bo'lsa ham mana uzumni barigidan, mana o'riydi barigidan jicha bo'ylab bersalar yeyveradi o'zi. Donga to'yg'azmasdan oldin jicha don berib, keyin uni bo'ylab qo'ysalar 1-2 kunda o'rgan oladi hammasi. Keyin yeyveradi o'zi yag'iga. Vitamin bo'ladi, hozir rosa vitamin kerak, ko'kat yeydi baribir. Ayniqsa ko'chaga chiqmaydiganlar rosa foydasi bor. Shunaqa gaplar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.